Uyga, xonadonga kirishga bitta ikkita qutbli qo'ygan ma'qulmi, bittaligimi yoki ikkita bir qutbli avtomat qo'ygan ma'qulmi? Qaysi biri to'g'ri bo'ladi? Ikkita bir qutbli avtomat mumkin emas. Bitta bir qutbli qo'yib buni fazaga qo'yiladigan bo'lsa, 0 to'g'ridan to'g'ri 0 shinaga o'tsa ma'qul yoki fazaga ham 0 ga ham bitta hamda ikki qutbli avtomat qo'ygan ma'qul. Sababini ko'rib chiqamiz. Ikkita bir qutbli qo'yiladigan bo'lsa alohida, qisqa tutashuv paytda 0 dagi avtomat uzadigan bo'lsa, fazadagi qoladi. Xonadon egasi bilmasdan turib, biror bir kuchlanish ostida bo'lgan elektr jihozga qo'l tegib ketishi xavf ostida qolishi mumkin. Chunki iste'molchilarda 0 uzilgancha faza orqali, iste'molchi orqali unga faza qaytib kelib bo'ladi. Ya'ni uyda to'liq faza uzilmagan bo'ladi. Chunki inson hayoti uchun faza xavfli. Agar 0 to'g'ridan to'g'ri o'tib ketgan bo'lsa, fazani uzatgan bo'lsangiz, bitta bir qutbli avtomat qo'yiladigan bo'lsa, bu anchagina xavfsiz. Faza uziladi. Qisqa tutashuv tokida bemalol xotirjam ish qilsa bo'ladi. Birovni almashtirsa bo'ladi. Endi masalani ikkinchi tomonini ko'rib chiqamiz. Ikki qutbli avtomat qo'ysa-chi? Bir qutbli ham bo'lar ekan-ku, fazani uzsa, uyda faza bo'lmaydi, xavf yo'qoladi. Lekin masalaning ikkinchi tomoni bor. Agarda kelayotgan liniyadan asosiy 0 uzilib qoladigan bo'lsa, bizda kelayotgan bitta faza bo'lsa, ikkinchisida iste'molchi orqali, boshqa iste'molchi orqali bizda 0 orqali ikkinchi faza kelib qoladi. Chunki liniyada 0 yo'qoladigan bo'lsa stalbada. Transformator tomonidan kelyapti, lekin stalbada uzildi. Demak, ikkinchi iste'molchi orqali faza ikkalasida ham qoladi. Bunday holatda bizda elektr hisoblagichimizda bir dona bir qutbli avtomat turgan bo'lsa, fazada o'chirganimiz bilan bizda ikkinchisi 0 shinadan to'g'ridan-to'g'ri xonadonda barcha o'tkazgichlarda iste'molchilar orqali butun liniyada sxemada faza bo'lib qoladi. Bunday xavfni oldini olish uchun faqatgina mana shu ikki qutbli avtomat o'ziladigan bo'lsa, shunda ikkala holatda ham faza kelib qolgan taqdirda ham chiqishda xonadonda hech qanday faza bo'lmaydi. Chunki hozirgi odamlar imkon qadar avtomatdan keyin kuchlanish relesi, o'zi dif avtomatlardan foydalanyapti, lekin hozir ham ko'pchilik hali kuchlanish relesi qo'ymagan, o'zi yoki dif avtomat qo'ymagan. Kuchlanish relesi qo'yganda ham odatda u fazani to'g'ridan to'g'ri o'zib yoqadigan bo'lsa, 0 to'g'ridan to'g'ri ketgan bo'ladi. Yuqori kuchlanishdan u o'zishi mumkin. Lekin energiya yo'qolganda u fazani o'zgan holatda o'zi o'chganda ham 0 u orqali o'tib turadi. To'g'ridan to'g'ri peremechkasi bo'ladi. Shu sababli 380 volt tarmoqda iste'molchi orqali qaytib kelgan fazada relay uzilgani bilan, o'chib qolgani bilan to'g'ridan to'g'ri uni 0 kontakti orqali faza kelib turadi. Buni oldini olish uchun fazani ham 0 ni ham kirishda, chiqishda fazani ham 0 ni ham uzadigan kuchlanish relesidan foydalanish kerak bo'ladi. Yoki undan keyin agar oddiy kuchlanish relesi bizda fazani uzadigan bo'lsa, uni yoniga modulni kontaktor qo'yib, fazani ham 0 ni ham uzish kerak bo'ladigan sxema yig'ish kerak bo'ladi. Shunday holatda bir qutbli avtomat qo'yiladimi yoki ikkita bir qutublimi yoki bitta ikkita qutublimi avtomat, menimcha tushunib yetdi hamma. Qanday xavf-xatar bor, qanday farqi bor. Oldinlari probkali preохранитель turardi yoki bittadan ikkita avtomat turardi, nima xavf bor deganlar uchun bu ayni muddo bo'ldi video. Qolaversa oldin elektr choynak yoki elektr samovar yoqilgan bo'lsa, hozirgi kunda elektr choynak, termopod, blender, chopper va hokazo elektr qurilmalar juda ham ko'p. Konditsionerdan boshlab ventilyatorgacha, korpusi metaldan bo'lgan, tok urish xavfi bor, utechka xavfi bor qurilmalar yana ham ko'paydi. Shu sababli bizda avtomatlar ham texnik xavfsizlik jihatdan fazaga ham 0 ga ham uziladigan qilib bitta ikki qutbli, undan keyin o'zovoy dif avtomatlar va kuchlanish relaylardan himoyalanish tavsiya etiladi. Har qanday qurilmalar iste'molchining umumiy quvvatidan va qanday iste'molchilar ishlashidan kelib chiqib, avtomatlarning nominal toki, ularning kategoriyasi va avtomat turlari, o'zo va dif avtomat turlari tanlanadi.
Shuningdek, uyga 32 amperlik qo'ydim. Shuni o'rniga 40 lik qo'ysam bo'ladimi? Yoki o'rniga 50 lik qo'ysam bo'ladimi? Yoki 32 tashlab yuboryapti. O'rniga 50 lik qo'ymoqchiman yoki 40 lik qo'ymoqchiman deydiganlar uchun aytib o'tmoqchiman. 32 lik o'rniga 40 lik qo'ymoqchi bo'lsangiz, sizda asosiy kelgan kabelingiz 10 likdan kam bo'lmasligi kerak, alyumin 2 gondan. Agar 50 lik qo'yadigan bo'lsangiz, kelgan asosiy kabelingiz imkon qadar 2 gon oldidan kam bo'lmasligi kerak. Avtomat almashtirganda asosiy kabelni ham va avtomat ishlayotganda sababini bilish kerak. O'ta yuklama sabab bo'lyapti. Avtomat kontakt tugaganmi yoki mexanik defekt hosil bo'lganmi yoki liynada biror bir defekt bormi? Buni joyida mutaxassis chaqirtirib, joyida tekshirtirib, vaziyatga aniqlik kiritish ma'qul.